Assalomu alaykum aziz obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilarimiz. Bugun biz sizlar bilan hammamiz sevib iste'mol qiladigan shaftoli mevasi haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Shaftoli mevasi vitamin va minerallarga boy. A, C, E vitaminlari, kaliy, magniy, temir va antioksidantlari bor. Iste'mol qilish hazmni yengillashtiradi. Tolaga boyligi sababli ich qotishning oldini oladi. Yurak va qon tomirlariga foyda. Kaliy miqdori yuqori. Bu qon bosimini me'yorda ushlashga yordam beradi. Immunitetni mustahkamlaydi. Vitamin C'ni yuqori miqdorda saqlaydi. Terini chiroyli qiladi. Sababi tarkibida antioksidant va beta karotin moddalari bor. Suvsizlanishga qarshi 85-95% suvdan iborat. Organizmni namlaydi. Zarar keltirishi mumkin bo'lgan holatlar. Qandli diabet bo'lganlar ehtiyot qilishlari kerak. Chunki tabiiy qandga boy. Ko'p iste'mol qilinsa, ichki ketishi yoki oshqozon bezovtaligiga olib kelishi mumkin. Yosh bolalar va oshqozon ichak muammosi borlarga ko'p bermaslik tavsiya etiladi. Xulosa shuki, kundalik ratsionda me'yori bilan, ya'ni 2-3 ta yesa foydali. Lekin diabetik va oshqozon muammosi borlar ehtiyot bo'lishi kerak. Hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz, hurmatli obunachilarimiz, biz sizlarga shuni yana eslatib o'tmoqchimiz. Ya'ni har qanday mahsulot me'yordan ortiqcha iste'mol qilishingiz sizni sog'lig'ingizga ziyon keltirishi mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Savol va takliflar bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.